Sakina. Muallif Shamsinur. Ruslan aka ekran orqali Tohirga minnatdorlik bilan boqarkan, uning nigohida ham otalik mehri, ham bir paytlar do'sti Komila bilan o'tkazgan qadrdon damlari yodiga tushdi. Hatto Komilani eri bilan ham qadrdon edilar. Keyin chet elga ketib, boshqa joyga ko'chib uzilishib ketganda, "Otang Obidni juda yaxshi ko'rardim", dedi Ruslan aka. "Sen ham xuddi unga o'xshab mard yigit bo'libsan. Amirani menga sog'-omon yetkazsang, butun umr sendan qarzdor bo'lib qolaman." Tohir biroz qizarib, odob bilan javob berdi. "Xavotir olmang, amaki. Amira mening himoyamda. U tez orada yo'lga chiqadi. Solih akam bilan ham bog'landim. U kelayapti. Amirani sog'-omon qo'lingizga olib borib topshiradi. Rahmat Tohir. Sendaqa insonlar ko'paysin." Amira telefonni qaytarib olarkan, Ruslan aka yana bir gapni qo'shib qo'ydi. "Hamid iflosni topsam, mendan yaxshilik kutmasin. Soliha ota-onasi bilan o'tiribdi. Kelganidan keyin ilk bor miriqib uxlab oldi. Mana hozir barchasini uydagilarga aytib berdi. Holnisi, seni juda taltaytirib yuboribman." "Dadasi, bu nima degani endi? O'sha erkakni chindan ham sen olib kirding oilamizga. Mana, nima oqibatlarga olib keldi. Kelin bechora qanday kunlarni ko'rgan bo'lsa. Darrov unga achina boshladingizmi? Sen tovuq men yana nima qilishni o'ylayapman. Ana bunisini ham nima qilishga bosh qotgan. Bu tom ketgan o'g'ling esa xotinni izlab Turkiyaga yo'qolgan. Oilani parokanda qilding. O'sha payt bermaymiz desangiz bo'lardi-ku. Siz aybdorsiz asli. Agar o'shanda hojiga tekkanida, hozir baxtli bo'larmidi? Bittasini baxtsiz qilib qizingni baxtli qiladimi? Bu sunnat. Siz aqlingiz yetmaganiga aralashmang. Unda men ham uylanaman. Sunnatdan bebahra qolmay." Holnisa erining "men ham uylanaman" degan gapini eshitib, o'tirgan joyida qotib qoldi. U har doim Qosim erini o'z izmiga solishga o'rganib qolgan. Uning muloyimligidan foydalanib kelganda. "Nima?" Holnisaning ovozi chinqirib chiqdi. "Qarigan chog'ingizda esdan og'dingizmi, dadasi? Nimalar deyapsiz? Nega baqirasan?" Qosim aka vazminlik bilan choydan ho'pladi. "O'zing aytding-ku, sunnat deb. Agar sening mantig'ing bilan yuradigan bo'lsak, men ham bitta beva yoki yetimning boshini silab uyga olib kelishga haqqim bor ekanda. Sen o'z qizingni kimga topshirganingni ko'rdingmi? O'sha hoji deganlari Solihani Turkiyada qanday qo'yga solganini eshitdingmi?" Soliha boshini egib yig'lab yubordi. "Oyi, dadam haqlar. Men u yerda o'lim bilan yuzma-yuz keldim. Amira kelinoyim esa hojini aytishicha uyimizga kelganida uni yaxshilab tuzlagani uchun, akam qaslashgani uchun alamimni oldim deganda." Holnisa javob berishga so'z topolmay qoldi. U birinchi marta o'z qilmishlarining achchiq mevasini totayotganda. Tun qorong'u. Dengiz to'lqinlari qirg'oqqa urilib vahimali ovoz chiqarmoqda. Qora mashina bandargohning chekka burchagida chiroqlarni o'chirib turardi. Fozil sigaretasini tutatib soatiga qaradi. Bu Tohir avvaldan pixini yorganlardan edi. Qayerga gum bo'ldi ekan? O'zingiz o'sha yigitga qarshi tura olasizmi? Negadir undan cho'chiydigandek ko'rindingiz. Uni majaqlab tashlayman. Meni yonimda oddiy bitta chumoli-ku. Fozilning past ketkisi kelmasdi. Sizga ishondim. Amirani majbur ushlab turibdi shekilli. Uni qutqarishimiz kerak. Men boy xonadonga kelin bo'lib tushdim. Hamma meni baxtli deb o'ylardi. Lekin qaynonam meni har kuni yarim tunda allaqanday achchiq choy ichishga majburlardi. "Iching kelin, quvvat bo'ladi.
Bu choyni ichganimdan keyin uyquga ketardim va hech narsani eslamasdim. Bir kuni choyni ichmay to'kib tashladim va o'zimni uxlaganga soldim. Yarim tunda qaynonam va erim xonamga kirishdi. Ular mening tepamda turib gaplasha boshlashdi. Ularning gaplaridan shokda edim. Men dahshatdan qotib qoldim. Chunki ular qaynonam erim bilan meni qanday zaharlashayotganini maslahatini qilardi. Meni uyg'oqligimni bilib qolishdi. Kela solib bo'ynimdan bo'g'ishga tushdi erim. Mashhura yana cho'chib uyg'ondi. U har kuni qo'rqinchli tushlar ko'rib alaqlab chiqardi. Bugun unga javob bo'ladi. Boshqalarni eri, uydagilar har kuni keladi. Onasi bir marta keldi. Qaynonasi har kuni bir marta. Ammo Hamid na telefon qildi, na keldi. Onasiga ota uyiga qaytishini shipshiganda baloga qoldi. O'lsang o'liging eringni uyidan chiqsin. Meni boshimga balo bo'lma. Mavluda opa azaga ketishga tayyorgarlik ko'ryapti. Xonasidan chiqib kelgan Guli qaynonasini hayron qoldirdi. "Oyjon, men ham siz bilan borsam maylimi?" "A? O'rganmoqchiman. Keyin qo'rqib kasal bo'lib yurmang yana." "Qo'rqmayman. O'likdan emas, tiriklardan qo'rqish kerak." "Xo'p, unda chiqing. Olib ketaman sizni ham. Asta-sekin o'rganib olasiz." Guli xursand bo'lgancha xonasiga kirib ketdi. Tohir telefonni Amiradan olgach, xonada biroz sukut cho'kdi. Amiraning yuzida anchadan beri ko'rinmagan xotirjamlik bor edi. Otasining ovozi unga kuch berganda. "Tohir aka", dedi Amira sekin. "Dadam sizning dadangizni tanir ekanlar." "Obid amaki dedilarmi?" "Ha." Tohir derazadan tungi shaharga tikildi. Dadam bilan qadrdon bo'lishgan. Lekin taqdir ularni uzoqlashtirgan. Qara-ya, yillar o'tib ularning farzandlari shu yerda, Istanbulning chekkasida uchrashib o'tiribdi. Shu payt Tohirning telefoniga xabar keldi. U xabarni o'qib, chiroyi ochildi. "Solih akam yetib kelibdi. U hozir aeroport yaqinidagi mehmonxonada. Biz ertaga uni oldiga boramiz. Kelinoyingiz anakonda ekan. Yana gapimdan xafa bo'lmang." Tohir kulib yubordi. "Kulmang. To'g'ri topding. Anakondaga ham dars beradi u. Qani uxla." Ikkisi bitta yotoqqa qarab tikilib qoldi. Amiraning yuziga qizillik yugurdi. "Sen bu tomonda, men bu tomonda uxlaymiz. Mendan xavotir olma. O'zimni jilolab bilaman." Amira uyatdan yuzlarini yashirdi. "Uyalma. Rosti erkak kishiman. Ammo mendan xavfsirash kerak emas." Tohir borib chiroqni o'chirdi-da, kravatni bir tomoniga yotib oldi. Amira ham sekingina borib yotdi. U shuncha yordam qilgan, uni deb jonini xatarga qo'ygan insonga hozir shubha qilgandek divanda yoki yerda yotolmasdi. Tohir esa butkul xotiralar qa'riga sho'ng'igandi. Hilola bilan ilk uchrashganlarini, qizning otashin sevgisini esladi. Barchasini tahlil qilarkan, Hilola unga bemalol o'zini bag'ishlaganiga hozir jirkanib ketdi. Ha deganda bo'salarni qizg'anmas, Tohirni quchog'iga kiraverardi. Tohir esa buni sevganga yo'yardi. Tohir yonboshida yotgan Amiraning tekis nafas olishiga quloq tutarkan, beixtiyor Hilola bilan Amirani solishtira boshladi. Hilolaning muhabbati olovli, lekin haddan tashqari erkin edi. Amira esa u xuddi nozik bir billurdek, har bir so'zi va harakatida hayo, iffat bor. Tohir o'ziga o'zi hayron qoldi. Qanday qilib Hamiddek inson shunday nafis gulni qadrlamay, uni toptashga botindi. Amira itni qafasida turib ham yengilmaganini eslab unga tan berdi. Birovga o'zini toptatib qo'ymaydi. Noila esa darrov Solihni boshini aylantirdi. Mana, u ham bevafoligini isboti. Ammo Hilola unga xiyonat qilib bolani bo'yniga ilmoqchi bo'lgan hammasidan oshib tushdi. Eng yomoni bola Fozildan bo'lgan. Tohir hamon tushuna olmasdi. Nimaga Hilola buni hech sezdirmagan? Yoki Tohirning ko'zlari shunchalar ko'rmadi? Mashhurani xolnisi hech qanday dabdabalarsiz olib chiqdi. U shifokorlar bilan gaplashib, bir kishilik xususiy xonaga qo'ygandi kelinini. Oxirgi kun faqat bir kishilikda yotdi xolos.
Maqsad bitta. Mashhura hammaga gullab qo'ymasin deb. Mana, ular uyga kirib kelmoqda. Soliha xursand bo'lgancha chaqaloqni Mashhurani qo'lidan oldi. Buncha asal bo'lmasa bu, xuddi akamni o'zi-ya. Mashhura yuzidan nur yog'ilib turgan chiroyli ro'molli qizga qarab o'zidan uyalib ketdi. Yuring kelinoyi, xonangizni tayyorlaganman. Soliha o'ziga qo'shni xonani chaqaloq va Mashhura uchun chiroyli qilib yasatganda. Ko'p ham kelinoyilaverma. Birovga og'zingdan gullamayam. Baribir ko'p qolmaydi bu uyda. Akang Amirani topib olib keladi. U ko'nmaydi qo'shxotinlikka. Soliha onasidan xafa bo'lib ketdi. Mashhurani ko'ngli og'riydi ham demadi. Chaqaloqni ham qo'liga olmadi hatto. Mashhura Soliha yasatib qo'ygan xonaga kirarkan, ko'zlariga yosh keldi. Xolnisaning sovuqqina uzoq qolmaydi degan gaplari uning yuragini tilib o'tdi. U deraza yoniga borib, tashqariga tikildi. Xayolida Hamid qachon qaytar ekan? Qizini qo'liga olgach, balki unga mehri tushar. Kelinoyi, yig'lamang. Soliha go'dakni kravatchaga yotqizib, Mashhuraning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Oyimni bilasiz, tillari zahar bo'lsa ham, ichlarida yomonliklari yo'q. Men Amira kelinoyimni sog'-omon qaytishini xohlayman. Sizni ham Hamid akam tashlab qo'ymaydilar. Soliha. Mashhuraning ovozi titradi. Men qo'rqayapman. Hamid akam Amirani topsa kelib, meni haydaydimi? Bolani-chi? Soliha javob berishga qiynaldi. U akasining fe'lini bilardi. Hojini ahvoli og'irlashaverdi. Keyin esa yordamchisiga aytib yurtiga chipta sotib oldirdi. Ketamiz. Bo'lmasa o'lib qolaman. 2 kun deganda hoji ko'radiganini ko'rdi. Keyin esa O'zbekistonga qaytishdi. Qaytgan kuni yo'q shifoxonaga yotdi. Bitta buyragi qurishni boshlabdi. Afsus, biroz kechikibsiz. Olib tashlamasak bo'lmaydi. Hoji qult etib yutinib qo'ydi. Nahotki endi chalajon bo'lib qolsa? Boshqa yo'li yo'qmi? Umid bilan shifokorga tikildi. Operatsiya yoki o'lim. Tanlov sizda. Hoji ko'nishdan boshqa chora topolmadi. Tong saharda Bosfor bo'g'ozi ustidan mayin tuman ko'tariladi. Suv yuzida suzib yurgan kemalar asta-sekin uyg'onayotgan shaharga jon kirgizadi. Quyosh nuri asta-sekin Ayya Sofiya gumbazlariga urilib, oltindek jilolanadi. Uning yonida qad rostlagan Sulton Ahmed masjidi esa sokinlik va ulug'vorlikni birlashtirib, inson qalbiga allaqanday huzur bag'ishlaydi. Ko'chalarda esa hayot qaynaydi. Tor yo'laklarda qahva hidlari, yangi pishgan non isi, savdogarlarning chaqirig'i aralashib ketadi. Katta bozor ichida rang-barang chiroqlar, ipak matolar, tillarang taqinchoqlar ko'zni qamashtiradi. Go'yo erta kechiga kirib qolgandek bo'lasiz. Erta tong bilan uyg'ongan Tohir 7-qavat balkonidan shaharni tomosha qilib turibdi. Xonaga kiraman deganda Amiraga urilib ketdi. Bir zumda ko'zlar to'qnashdi. Ikkisi ham uzr so'rab o'zini nari oldi. Tohir va Amira o'rtasidagi o'sha bir soniyalik nigohlar to'qnashuvi ikkisining ham yuragini tez urishga majbur qildi. Tohir o'zini tezda qo'lga oldi. Ammo Amiraning uyalganidan qizarib ketgan yuzlari uning ko'z oldidan ketmasdi. "Kechir", dedi Tohir ovozi biroz bo'g'ilib. "Seni turtib yubormoqchi emasdim. Hech qisi yo'q. O'zim ehtiyotsizlik qildim." Amira yerga qarab, sochini qulog'i orqasiga o'tkazdi. "Shahar juda go'zal ekan." U balkondan kuzatgancha gapirdi. "Go'zal." Tohir shaharga emas, Amiraga qarab pichirladi. "Chindan ham go'zal." Keyin darrov o'zini qo'lga oldi. "Solih akam bilan gaplashdim. U 1 soatdan keyin bizni kutyapti. Tayyorlan. Bugun Istanbul bilan xayrlashasan." Amira beixtiyor savol berdi. "Sizchi?" "Meni yakunlanmagan ishim bor. Shuni tugatmasam tinchimayman." "Fozil deganida nima qasdingiz bor? Menga qorong'u. Aqllilik ham qilmoqchi emasman. Ammo onangiz sizni kutadilar. Ularni ko'ngillarini sindirmang." Tohir jilmaydi. "Xavotir olma. Men sog' salomat qaytaman."
Shundan so'ng Tohir Amirani aeroportga olib borib Solihga topshirdi. Aka, bu qiz sizga omonat. Otasi kutyapti. Uyiga olib borib qo'yasiz. Qachon qaytasan? Ishlarim bor. Tohir, oyimni mazasi yo'q. Tezroq qayt. Xo'p. Ikki aka-uka quchoqlashib xayrlashdi. Navbat Amiraga keldi. Sizdek insonni uchratganimdan xursandman. Bu boshlanishi. Tohir Amiraga ko'z qisdi-da, olomon orasidan g'oyib bo'ldi. Yur, ro'yxatdan o'tish boshlandi. Mashhura qizini bag'riga bosgancha xonada o'tirardi. Soliha chiqib ketgach, u yana o'zining qo'rquvlari bilan yolg'iz qoldi. Xolisaning Amira qaytadi degan gapi uning qulog'i ostida jaranglardi. Agar u qaytsa, Hamid aka meni ko'chaga haydaydilarmi? Mashhura qizining mitti barmoqlarini o'pdi. Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. Amira qaytmasligi kerak. Mashhuraning ichida yana o'sha qora tuyg'ular uyg'ona boshladi. Vijdon azobi nafrat va qo'rquvga yengilayotgandi. Meni shunday tashlab qo'yish olmaydi. Men yerdan chiqqan qo'ziqorin emasman. Kerak bo'lsa, bu Hamid bilan ham sudlashaman. Shu uyda qolaman men. Xolnisa yana ishini davom ettira boshlaganda, atrofdagilar uchun eng namunali ayol u. O'g'li va kelinini so'raganlarga ikkisini ham Turkiyaga dam olishga ketganini og'zini to'ldirib maqtaydi. Hoji aya, Mashhura degan qiz sizni uyda nima qilyapti? Hoji onani yuragi shuv etib ketdi. Voy, Sojidaxon, qaysi Mashhurani aytyapsiz? Dedi u ovozini balandroq chiqarib. Ha, anavi uzoq qarindoshimizning qizini aytyapsizmi? Bechoraning eri bilan orasi buzilib, 2 qat holida ko'chada qolgan ekan. Savob bo'lsin deb tuqqunichi uyga olib kelgandim. Mana, kecha tug'ruqxonadan chiqdi. Hozircha biznikida kuch yig'ib turibdi. Ko'ngli yarim odamlarga yordam berish sunnat-ku axir. Sojida opa ishonqiramay bosh silkidi. Ha, shunaqami? Men Hamidxonning xotini deb o'ylabman. Voy, yo'q-a. Abdulhamidim xotini bilan Turkiyani mazza qilib aylanib yuribdi. Men bu qizni himoyasini zimmamga olganman. Biram yaxshi ayol sizda. Sizga havasimiz keladi. Tohir aeroportdan chiqib qora mashinaga o'tirdi. Ularni ortidan tushganini ko'rib, barchasini hisobini olgandi. Uning yonida Fozilning eng yaqin odamlaridan biri sotqinlik qilgan Javdat o'tirardi. Tohir uning bo'g'ziga pichoq tiragan. Javdat qaltirab qolganda. Xo'sh, Fozil qayerda? So'radi Tohir sovuq ohangda. Bilmayman. Gapir dedim sen itga. Nimaga ortimdan ergashding? Joningdan umidingni uzganmisan? Javdat qo'liga tomgan bir tomchi qonni ko'rib rangi oqardi. U Tohirni qanaqa ekanini yaxshi bilardi. Xo'sh, Javdat manzilni aytdi. Tohir unga musht hadya qilgancha mashinasi tomon yurib ketdi. Samolyot bir maromda parvoz qilyapti. Amira ko'zlarini yumdi. Uning xayolida Toshkent, ota-onasi va Tohir. U endi tushundi. Uning qalbidagi Tohirga bo'lgan tuyg'u shunchaki minnatdorchilik emasdi. U shu kunlar davomida Tohirga o'rganib qolgandi. Ayniqsa, uni hech narsadan qo'rqmasligiga tan bergan. Hamid bilan solishtirganda Tohir tomonni pallasi og'ir kelardi. Nihoyat qo'nishga tayyorlanishni bildirishganda Amira barchasi ortda qolganini tushunib yetdi. Yurti tuprog'iga qadam bosishi bilan yig'lab yubordi. Solih bilan hech qancha yurmaganda kimningdir Amira degan ovozi eshitildi. Dada! Amira Ruslan akani quchog'iga o'zini otdi. Qizim, oppog'im, dadajon. Amira o'pkasi to'lib tinmay yig'lardi. Seni menga Allohim qaytarib berdi. Umring uzoq bo'lsin. Bundan bu yog'iga birov seni xafa qila olmaydi. Ruslan aka qizini bag'riga bosarkan, yelkalari titrab, ko'z yoshlarini tiya olmadi. Bunchalik uzoq va dahshatli ayriliqdan so'ng jigarbandining sog' omon bag'riga qaytgani u uchun dunyodagi eng katta mo'jiza edi. Solih chetda qarab turarkan, qalbida bir yengillikni his qildi. Ruslan aka Amiraning yuzlaridan o'parkan, uning rangi oqarganini,
Ko'zlarida hali ham qo'rquv borligini ko'rib, ichidagi nafrat olovi yanada alangladi. Bolam, jonim qizim, endi hammasi tugadi. Endi hech kim senga zarar yetkaza olmaydi, dedi u titragan ovozda. Dada, meni kechiring. Sizga yordam beraman deb boshimga savdolarni solishga sababchi bo'ldim. Sizlarni xavotirga qo'ydim. Amira otasining ko'kragiga bosh qo'yib hiqillardi. Sen emas, o'sha ifloslar aybdor. Sen boshingni baland ko'tar qizim. Sen hech qanday gunoh qilmading. Ruslan aka Solihga yuzlandi. Solih, uka, sendan bir umr minnatdorman. Tohirga ham ayt. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Tohirning mardligini hech qachon unutmayman. Solih indamay jim turardi.